Bismillahirrahmanirrahim. Sura İnşiqaq. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. İzes-semâ'u şaqqat. Osmon yerilgan. Ve adinat li rabbiha ve huqqat. Parvardigorining amrini anglab, itoat qilgan. Parvardigorining amrini anglashqa, itoat qilishqa loyiq bo'lgan chog'da Ve idal ardu muddat. Zemin so'zilgan. Ve alqat ma fiha ve takhallat. Qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madallarni sirtqa chiqarib, quruqdinib qolgan. Ve adinat li rabbiha ve huqqat. Parvardigorining amrini anglab, itoat qilgan. Parvardigorining amrini anglashqa, itoat qilishqa loyiq bo'lgan chog'da inson xiyoliga kelmagan dahshatlik ahvollarga yo'liqadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ey inson, sen haqiqatan Parvardigoringga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sa'i ijtihod qilasan. Ya'ni amalingning natijasini ko'rasan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Nomi amali o'ng tarafidan berilgan odamdan فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا oson hisob elinadi. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا U jannatdagi oilasiga xushal-xuram qaytadi. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Nomi amali orqa tarafidan berilgan odam فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا voy deb tovlaydi. Ya'ni o'limni orzu qiladi. وَيَصْلَى سَعِيرًا Do'zaxga kiradi. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا Chunki u dunyodagi cheg'ida oilasida shod-xuram edi. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ U Parvardigorining dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا Undaq emas. Ya'ni u Parvardigorining dargohiga qaytadi. Parvardigori haqiqatan uni ko'rib turg'uchidir. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufuqdagi qizillik bilan وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki تَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ sizlar jazman bir holdan yana bir holga yo'tkilib turibsizlar. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ular, ya'ni mushriklar, nemishqa iymon etmaydi. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Ularning yanida Qur'on o'qilgan chog'da nemishqa sajda qilmaydi. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ Ularning dillaridagi yoshirun narsalarni Alloh obdan biladi. بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar
üzülmez savobga erishidi.